Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar. Yakshanbanglar xayrli va bereketli bo'lsin. Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Men Mag'firat Kamal. Hammamizga ma'lum, buningdan 24 yil burun vatanimizning inqilob o'chig'i, kurashchan go'zal diyorlardan biri ili diyorda Xitoyning yana bir qitimli qonli qirg'inchiligi yuz bergan. Bu aziz vatan zemini yana bir qitim shahidlarimizning qip-qizil qini bilan bo'yalgan edi. 24 yildan buyon xalqimiz bu qirg'inchilikni unutmay, ko'nglining eng pinhon joylarda saqlab, vatan uchun jon bergan shahidlarni yod etib eslab keldik. Bugün biz bu programda mush voqeani mazmun qildik, shahidlarimizning o'lmas ruhiga atadik. Mush munosabat bilan bu voqea bilan munosabatli materiallarni, dalil isbotlarni tunji qitim arxivlashtirgan, to'plab retlagan va kitob holiga keltirib yozib chiqqan tadqiqotchi yozuvchi Gulshan Abduqodir xonimni huzuringizga taqdim qilaman. Gulshan xonim, xush keldingiz. Hoş buldum. Men bu programma taklif qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Vaqt chiqarib bizning programmamizga qaytildingiz. Bugun aytganda biraz hayajonlanib turyapman, o'zim ko'nglim yerim. Programmamizning salmog'i og'ir, nihoyat muhim bir tema. Bu tema kirishdan burun sizni tafsilroq tanib olgan bo'lsak deb arzu qilayotgan ko'rurmanlarimiz cho'qim bor. Shular uchun o'zingizni qisqacha tanishtirayotgan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Men shu hammamizga tanishlik bo'lgan shu go'zal G'ulji shahrida dunyoga keldim. Ham shu G'ulji shahrida Ayxon ona maktabida boshlang'ich maktabni, G'ulji shaharlik 7-chi o'rta maktabni tugatgandan keyin atalmış Şinjan Universitetiniki axborotchilik kasbiga qabul qilinib 1984-yil tunji qaror Şinjan Universitetida shu axborotchilik kasbi ochilgan. Shu kasbga qabul qilinib o'yin bitagandan keyin İli Xalq radio stansiyasi, İli televiziya stansiyasi va İli oblast televiziya stansiyalarida muxbir, tahrir, tarjimon degandek, undan keyin oxirgi yillarda 2003-yilda men vatandan chiqib ketdim. 2000-yildan 2003-yilgacha bu oraliqda bir Abrad eteklar deb bir maxsus programma bo'ldi. Shuni ishlagandim. Undan 2003-yil Turkiyaga chiqdik. Turkiyaga chiqib 2005 Kanadaga keldik. Hozir Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Ko'p rahmat. Siz mi bilasiz, tarix yazıqçılığı bizde her xil sebepler tüpeylidən biraz sal qaralğan sahalarning biri deb qarayman. Lekin siz shundaq material toplash tez şahidlarning ko'pinchisi qo'lga ilinib o'ldirib etilgan shundaq zo'r bir voqea haqida tunji qitim arxiv turg'izdingiz. Kitobni vujudga chiqarish jarayoni va bu kitobdagi mazmunlar haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta bu bizning muqaddas burchimiz va vazifalarimiz. Tarixni yezish, xotirlash, tarixninki masalan hozir bizga bir ish qilib beramizmi, lekin tarixni yezib xotirlab qoldirib qo'ygan vaqtimizda shu Xitoyga o'xshash zulmgar va zolim davlatlar tarixni bizdek mazlum millatlarning ustidan qayta takrorlayolmaydi. Yana birisi Xitoy Şu 5. fevral arxivləri və başqa yazğıcılarımız, tədqiqatçılarımız, tarixçilərimiz yazıbatqan kitaplarımız bu vaxtda onun 200 metr yerga bir tekshirish punkti qurdim. Ondaq nuklear power sistemlerim var, ondaq kuchlik, men dunyodagi birinchi nomorli harbiy kuch. Men Şinjanda menga bexatar rayon barpo qildim deb bu atanmaydı. Çünkü mushundaq kitaplarımız 5. fevral arxivlaridagi va boshqa kitaplarımızda paketlar bo'lgan vaqtida kelajak avlodlarimiz mushu paketlar asosan mangu Xitoyniki yoqisini qo'yib yotmay, buningki so'rig'ini qiladi deb o'ylayman. Men bultur mushu ish qilib 2003-yilda men vatandan ayrilgandan tortib men çünkü 5. fevral G'ulji inqilobi yuz bergan vaqtida G'uljida İli Xalq radio stansiyasida muxbirlik qilayotgan vaqtim
aş ko'chadagi bo'lgan ahvollar, namoyish aşı bizning töremelning qursidagi tepçimelsi tarafdan bular namoyish nemini lozungalarni ko'tarib keldi. Dal mana shu chaqda opamlarning, dadamlarning uyiga borgan vaqtimda. Ondan keyin shu ishigimizning oldidan shu plakatlarni ko'tarib, shuarlarni to'lab o'tib ketdi. Keyin ishga keldim. Men tushdan keyin ishga kelsam darhol yig'in ichib biz hammamiz yig'ib shuning bilan 5-fevral haqidagi viloyatlik partikum shaharlik hukumatning oblastning chiqargan ilqi nimalarni tarjima qildigan qaror 5-fevral haqidagi qandaq bir taraf qolganligi haqidagi nimalarni tarjima qilish ashunda xabar ishlash bo'lib ketdik. Ertasidan boshlab Xitoy saqchilari bolalarning izlariga so'rg'in qilib kelgan ota-onalarni, yig'ilgan xalqni o'qitgan bo'ldi. Shuning bilan u bir qarshilik harakatiga aylanib ketdi. Shu kunlarda Xitoy shu hukumati shu 6-fevral urush chiqish bulash va parakandachilik silish harakati deb shundaq bir ta'bir berib shu nurg'un hujjat, materiallar, xabarlar shu tariqada ishlanishga başladı. Biz şularni tarjima qilib ishlash qatorliq nimalar bilan bo'lib ketdik. Ondan keyin shu faqat g'o'ljini ishchi bir tinchimi deb tutqun boshlanib ketdi. Qor tutqun, ig'ir qor tutqun boshlanib ketdi. Shundan keyin qirg'inchilik o'tdi Xitoy. Endi shu 6-fevral mayli 5-fevral günü bo'lsin, 6-fevral günü bo'lsin, Xitoy matbuotlari, Xitoy hukumati 5-6-fevral urush chiqish, parakandachilik silish voqeasi deb uni burmalab, xato holda bir tashviqotlarni ifoda ham uning tashviqotlarining hammasida xuddi bu Xitoy fuqarolarini urush, o'ltirish avj olgan shundaq bir 5-fevral namoyishdagi xarakterini o'zgartirish maqsadida shundaq bir burmalash xarakterdagi tashviqotlarni keng qanot yaydi Xitoy. Siz G'uljidagi vaqtida shu ishlayotgan vaqtingizda albatta shu voqealar bo'layotganda siz G'uljida ekansiz. Butun shu materiallaringizni olib chiqa oldingizmi chet elga? Hemen bir qismini keltirgan materiallar shu chog'dagi qo'lingizda bor materiallarmi yoki bu kitobni qandaq qaysi kimlar bilan ko'rishib men o'qib chiqdim kitobni. Nurg'un tirikchiliklarni ko'rsatibsiz. Bu kitobniki yezilish jarayonida siz kimlar bilan ko'rishdingiz? Hemen o gerçi meşrepnin içinde bulmuşamı. Onun için bu 5-fevral hareketindeki asas ilgiler boğan, akıllı ilgiler boğan yaşlar bilen birle meşrep oynaş, onun için bundaq dini söhbetlerine qatnashib turishga ilgi bo'lmagan bo'lsam-mu, ammo bir muxbir bo'lish suhbatim bilan shu vaqtdagi vaziyatlar umumiy oq ko'rinish bularni jiqini bilatdim. Ham bu kelgan xabarlar, biz ishlagan xabarlar, undan keyin bir yildan keyin meni il oblast televiziyasidan yetkab ekatdi. Bir yilga yaqin vaqt men ashad xabar tarjima qilishga qatnashdim. Butunlay shu turmalarga borgan muxbirlarning kelgan xabarlarini, ko'rinishlarini biz ko'rib turib, shu Uyg'ur bolalar so'langan turmalarga berib intervyu qilib biz ziyorat qilib kelgan muxbirlarning xabarlari bilan tarjima qilish shu ishlari bilan shug'ullangan bo'lganligim uchun men bu voqeaninki qanchalik darajada ichinishli bo'lganligini, qanchalik darajada qirg'inchilikning bo'lganligini endi ilqi shohid bo'lib turdik. Ba'zilarimiz yig'lab ketadi xabarlarni tarjima qilgacha, ko'rib ashuna qilgacha bo'lgan vaqtlarda. Endi men faxrlanib, shunchalik bir faxrlanib tilga olgan bir narsa bor 5-fevral G'ulji inqilobi haqida. 5-fevral G'ulji inqilobi bo'lgandan keyin başlanışdan tartib davomlashish, taraqqiy qilish va oxirida tinchitilish qadar bo'lgan oraliqda mayli mashrab o'ynagan yoshlar bo'lsin, mayli har qanday bir Uyg'ur bo'lsin va yoki partizanlar qo'lda qurol
qo'li qurol chiqqan partizanlar bo'lsin, hech bir qachon birmi Xitoy fuqarosini o'ldirib boqmagan. Men bundan shunchalik faxrlanib tilga olman. Ammo oxirgi kelgan vaqtida shu qo'lida hech bir nimaning sunuqimi yo'q. Shundaq 14 yosh, 15 yosh bolalarni shu tutib qo'g'lab, nihoyat ig'ir qurollar bilan qurollangan harbiy qismlar qo'g'lab kelib, shunday qilganda mahallaga yushirib olgan, uylarga yushirib olgan, shunday kishilarni shu mahallada yashayotgan 20-30 yil shu mahallada shular bilan yashab turib, yana shu Xitoy askarlari tarafida turib, bolalarni chiqib qo'ygan, tutib bergan, xoinlik qilgan, shunday ba'zi Xitoy oilalarini o'ldiribdi. Uyg'ur partizanlari ham shunday chaqimchilik qilgan saqchilarga shunday adabini berdi. Men o'ylayman, shu Xitoy fuqarolari nima degan vijdonsiz, shu zaminda yashab turib, shu xalq bilan bir mahallada yashab turib, shularning tang suyun Ildaryasının suyunu tang içib turib, yana Uyg'ur xalqining beshiga kun kelgan vaqtida aşılar yani Komünistik Partiya taraf tuturup, Xitay askerleri taraf tuturup 15 yaş, 16 yaşlık hiçbir günahı yok bir ballarını tutup berdiğen şundaq bir insan kalbinden çıkan bir işlerini sadır kıldı. Gelecek vatanimiz müstakil bolsa, Xitay fuqaralары Uyg'urlar qanday yüz keler dep şunu oylayman men. Endi nima taqılıb mikrofon taqılıb qaptı. Siz degandek yaqin zaman Uyghur tarihi facialik bir tarix hamda facialar tarihi desek mi boludu? Bu qan yaşlıq facialik tarixte köp qetim Xitayning ağır qırğınçılığı yoluqduq. Bulardan Barın vaqası, Elişqu, Gulcu vaqası, 2009 Ürümçi vaqaları qatarlıqlar ba hazır esim kevatqanları. Bu vaqalarning hech birisi sebepsiz oturup chiqqan emas. 5 fevral Gulcu inqilobi mezgildiki bu vaziyat Gulcuning vaziyeti qandaqdı yani Xitay nimalarni ep bağanlıq üçün xalq şundaq isyan qilib oturup chiqishga mecbur bo'ldi. Bulardan qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Rahmat. Endi biz 5 fevral Gulcu hareketi yoki 5 fevral Gulcu inqilobi yoki 5 fevral Gulcu qirg'inchiligi yoki 5 fevral Uyg'ur yoshlarning milliy uyg'onish demokratik hareketi degan shu ta'birlarni umumyuzlik sug'urib 5 fevral Gulcu inqilobi deb atgan bu inqilobningki albatta boshlanishi, taraqqiy qilishi va oxirlash bosqichlari bor. 5 fevral Gulcu inqilobi mezgili degan vaqtimizda shu 90-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 10 yillik bir davrni ko'z oldimizga keltirsak bo'ldi. 10 yil ichida Xitoyning nimalarni qilganligi, Uyg'urlarning uning qarshi Xitoy hukumatiga qarshi qanday ahvollarni paydo qilganligini ko'zda tutsak bo'ldi deb o'ylayman. U chog'da Xitoyningki vaziyatida 1996-yilda Xitoy 7-nomerlik hujjat degan bir hujjatni e'lon qildi. Bu 7-nomerlik hujjatning ikki muhim nuqtasi bor. Birisi Şinjandagi asos xavf milliy bo'lguvchilardan va qonunsiz diniy faoliyatlardan keldi degan gap. Bu deganning ma'nosi buni tahlil qilsak, Şinjandagi asos xavf bo'layotgan narsa bu Uyg'urlar asos xavf. Shuning uchun biz zaminning egisi biz bo'lishimiz kerak. Bu zaminga ega bo'lish uchun bu xavf bo'layotgan Uyg'urlarni biz yo'q qilishimiz degandan iboratdir. Chunki Xitoy Şinjandagi asos xavf milliy bo'lgunchilar degan nimani bildirdi desangiz, milliy bo'lgunchilik degan Xitoyning madaniyati bilan o'xshash bo'lmaslik. O'zining madaniyati, o'zining diniy e'tiqodi, o'zining urf-odati, o'zining mahallalari, o'zining to'y-to'ykunlari, o'zining shu nazar chiroqlari bilan shunday yashashning hammasi Xitoy nazaridagi milliy bo'lgunchilikdir. Shuning uchun Xitoy
meşrep oynagan yaşlarnımı meşrep özünüz bilsiz bizning an'anaviy axloqqa yetaklaydigan insonlarni axloqqa yetaklaydigan qancha yillik tarixga ega bir axloq maktabi. Ama shuni o'ynashning o'zimi Xitoy nazarida bir milliy bilginchilik bo'lib hisoblanadi. Ondan keyin qonunsiz diniy faoliyatlardan keldi deydi. Ama Şinjan'da o Xitoy nazarida atalmış Şinjan'da qonunliq diniy faoliyat degan bir narsa mavjud emas. Ishqib diniy faoliyat qilsalam Xitoy uningga diqqat qilg'iliq onu imkoniyatning baricha qonunsiz diniy faoliyatga chiqarish uchun harakat qilg'iliq. Shuning uchun Uyg'ur yoshlari mashrab o'ynab o'zining islom dinini qaytib dinga shu zaman 5 vaqt namozini boshlab mundaq qilgandan keyin Xitoy buningga qarata sezgur holatga o'tib jiddiy holatda tadbir qo'llanishga hozirlik qilayotgan mezgilda 96-yili mushu hujjat chiqqandan keyin bu miya turib tursin 90-yildan boshlab Xitoy mushundaq bir hujjatninki kelajakda chiqarish uchun ba'zi tadbirlarni olgandi. Masalan, G'uljida mahalla besib, masalan, Qardon deymiz, Qardonning atrofidagi Pushmon mahallasi deymiz, To'pchi mahallasi deymiz, To'ra mahallasi, butun mushu bütün mahallani besib, yoshlar orasida zararlik chekimlik shunchalik dahshatli avjib ketdi. Buni Xitoy maqsadlik holda Uyg'ur yoshlariga bir suiqasd qilish, Uyg'ur yoshlariga suiqasd qilish maqsadida ilib bordi u har nimani. Buning bilan oqtamak chekish avjib ketgandan keyin uning oqtamak topolmagan arzon bahoda sotilib ketdi. Buni endi Xitoyninki bir tuzig'i deyishga bo'lamdi, bir tuzaq qurdi Uyg'ur yoshlarga deb aytsak. Intayin 100%, 100%. O'tganda Amerikada bir Xitoy tadqiqotchisi bir adam bir Fox News'da bir program ishildi. Ashuningdimi u adam shundoq o'tirib ismini unutib qoldim. Xitoyninki Amerikaga kirgizadigan bir dori nimalarning ichida ma'lum nisbatda shu heroinga o'xshash bir narsa bo'lishi kerak ekan. Meditsinada o'lchamlik qilingan. Ammo Xitoy shuninki miqdorini oshirib etish orqali Amerika xalqini zaharlamoqchi bo'ladi degan bir narsani fokusda o'tirib qo'ydi. Xitoy Amerikani zaharlab yo'q qilishdak planni tuzgan Xitoy o'ziga tahdid bo'layotgan, o zaminning egisi bo'lib, haqliq egalari bo'layotgan Uyg'urlarga albatta yurgizadi deb o'yladim. Amaliyotmi shuni ko'rsatib turgan. Endi shu Xitoy bu suiqasdni nima uchun Uyg'ur yoshlarida bundoq ifoda etgan vaqtimizda, chunki G'ulja 1944-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan poytaxt shahar. Uningdan boshqa G'ulja Sovetlar birligida shu viloyat inqilob mezgillaridami shaxtdan kirgan o'qituvchilarning dars o'tishi va madaniyat tatarlarninki madaniyat ilg'or madaniyatlarni o'tkirishi bilan G'ulja shahri butun Şinjan bo'yicha intayin madaniyatli va ilg'or bir shahar. Bu shahardagi ma'rif suyar ruh kishini intayin ta'sirlantirdi. Bu Mesela Nurtay Hacim deymiz, mesela Halis Hacim Fondu Cemiyeti deymiz ve başka nurgulga. G'uljadagi 80% Uyg'urcha maktablarning hammasini shu Uyg'ur boylari, savdogarlari qurib chiqqan. Bu temaga kirsam belki chatnab ketib qolman. Shuning uchun aslida o'zimdan keyin nimasiga qaytib kelsam, 90-yillarda Xitoy mushtaq zaharlik chekimliklarni shiddatli darajada yuqori tezlik bilan mushtaq qanot yaydirib har tarafga hech bir tadbir olmagan. Uni ozlab ishbirsini o'rtaq bir ishbirsini qo'lg'imidaq o'kil qilib urish orqali AIDS kasali yomrab ketgan. Shuning bilan G'ulja mamlakat bo'yicha AIDS shahri, Oqtamak shahri, zaharlik chekimlik shahri aylanib qolgan bir vaziyatda. Bu siyosiy kengash a'zolari, Uyg'ur ota-onalar, maktabdagi o'qituvchilar hammasi hukumatga bu qanday bo'lib ketyapti, bu ko'chalar
ketib qilayotgan bolalar hozirgi xuddi korona virusidan qandaq insonlar o'lgan bo'lsa, qirg'ilayotgan bo'lsa, Xitoyning maqsadli ravishda suiqasd qilishi bilan tarqatgan shu zararli chekimliklar sababidan G'uljidan mahalla besib Uyg'ur bolalari o'lib ketgan mushtaq ahvol shakllanib qolgan. Shuning bilan u hech qanday bir tadbir elish bo'lmagandan keyin hukumatning tashlab qilayotgan shundoq bo'lgan. Shuning bilan 90-yildan shu 95-yilgacha bo'lgan davr shundoq bir ichinishli bir davrga aylanib qolgan. Undan keyin Uyg'ur diniy zatlari, Uyg'ur ziyolilari birlashib bu ishlarni o'ngishmoqchi bo'lgan. Hukumat hech qanday tadbir olmagandan keyin ilg'or ma'rifatparvar din vatan millat uchun ko'ygan diniy zotlar va ziyolilar birlashib buni biz qanday bo'lmasin bir o'ngishimiz kerak G'uljining umum vaziyatini deb shuning bilan Abdurashid Hojim degan bir diniy zot G'ulji shahrininki Yeniyer yesida turadigan bir diniy zot shu chog'da Turpandagi shu Shahimardan Damullamdan dars elib undan keyin qog'liqqa berib Qablikim ham Maqsumdan dars elib nayt katta bir diniy o'lma bo'lib qaytib kelgan ekan. Shu G'uljidagi ilg'or savdogarlar va ziyolilar birlashib bu odamning oldiga chiqqan ekan shu chog'da. Mosh G'ulji Qardung va shuning atrofidagi joylar va butun G'ulji shahri hozir Aqtamakininki nimasidan qirilib ketyapti. Biz buni to'xtatishimiz kerak. Sizni shunga biz Qardung yezisidagi jamiyniki imom qilib yutkab akirmoqchi deganikin u kishi qo'shilgan. Shuning bilan diniy zotlar Qardungdan bir joy ilib bu Abdurashid Damullamga unki Qardung yezisidagi jamiyni imom qilib yutkab akirgan. Yutkab akirgandan keyin Qardung yezisida bu Abdurashid Damullam nayt ilg'or nutqlar so'zlab biz kim Uyg'urlarning tarixi faqatlam din haqida emas, din bilan Uyg'urlikni birlashtirib Uyg'urlarning tarixi va kelib chiqishi tarixda qurgan davlatlari, nayt saltanatlik xonadonliklari Uyg'ur xalqining nayt dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir millat ekanligi, bugungi ahvolining shunday ahvolga tushib qolganligidan iborat mushubroq bir narsani so'zlagandan keyin buning ta'sirida shu chog'da Abduxelil Mijit o'zi ig'ir qattiq aqtamoq chekib zaharli chekimlik bilan zaharlanib oxirgi bosqichlarga kelib qolgan bir bola ekan. Bu bola uniki Tubchi mahallisidagi Ro'z Mamat hozir muddatsiz kesilib Xitoy turmusida shunga o'xshash nurg'ulg'an yoshlar bu jamiyaga kelib bu kishiniki tabliğlarını anglagandan keyin shuning bilan darhol buladimi biz kim biz nima uchun shunchaki xomish bir millat bo'lib qoldik, tushkun bir millat bo'lib qoldik, nima uchun biz bunday bo'lyapmiz degan o'ziga o'zi savol qo'ygan sari buningki tegi yetgan sari buning Xitoyning bir suiqasd ekanligiga bo'lgan ishonch oshgandan keyin bulardan keyin biz qanday qilsak biz o'zimiz o'rnimizdan dast turib keta olamiz, biz chatning yordamidan ololmaymiz. Hamma atrofimiz qo'rshog'li Xitoyninki yaqin qo'shnilari manfaat yuzidan ular Xitoydan voz kechmaydi. Shuning uchun biz o'zimizni qutqizadigan yo'lni tepishimiz kerak deb bular o'ylanish va shu diniy zotlar, ziyolilar bilan o'zaro maslahatlashish orqali ikki yo'lning o'zlarini qutuldirib chiqa oladiganligi bu bir to'zoqning ichidan, bu suiqasdning ichidan ikki narsani qutuldirib chiqa oladiganligi. Buning birsiniki mashrab ekanligini yana birsiniki islom diniga qaytish ekanligini to'nib yetib Abduxelil Mijit rahbarligida mashrab o'ynashni boshlagan. Ham islom diniga qaytib bular hammasi 5 vaqt namoz o'qib islom dinida haroq sharob zahar harom qilingan cheklangandan keyin bular sistemli holda tek isil ishlar qilib maktab G'ulji shahri bo'yicha umumiy shu undan keyin bir yaxshilanish bo'lib ketgan. Bu yaxshilanishdan Xitoy hukumati texnik o'tiramagan. Nima uchun biz buni suiqasd qilib yo'qitamiz devasak, bular buning aksicha yaxshilanish tarafga qarab maqtab u Abduxelil Mijit
meşrep grupsidagi balalarni birdan her gün tutib izlerigi so'rg'i bo'lmay, izdiraksiz yo'qolib ketgan. Shuning bilan bu Abduhalil Mecit qatorliqlar bu meşrep grupsidagilar bizni baribir tutib ketirgan, meşrep o'ynaganligimiz uchunlar. İslam dinine qaytganligimiz uchunlar, axloqqa qaytganligimiz uchunlar, o'zimizni haroq sharobdan Qazğanlığımız üçün. Qazğanlığımız üçünlər. Əməliyyatda bunu bizim hökumət mükafatlaşı kerekdi. Bu neyim üçün bizi yana tutub ektidir. Yəni izləyirigi bulmaydı bularının. Bizə cavab verməydi. Muşundaq bir rəzillikni, muşundaq bir Xitayninki keləcəkdə Uyğurlar qıvatqan, hazırmı qıvatqan bu şiqasını bütün quluş xalqa aşkarlab etişimiz gerek. Biz namayışqa çıxıb muşundaq muşu əhvallarını aşkarlab özümüzün dinimizden, bizden dinimizden İslam dini işgalliğini, biz muşundaq İslam dinini itiqad qilib yaşaydiganligimizni, muşundaq bir millat işgalligimizni Xitoyga aşkarlab biz qilishimiz kerak degan qaror kelgan. Ondan keyin bu yerda yana bir ilg'or bir turmushga tegishli bir shaxs bor, İbrahim İsmail degan. İbrahim İsmail endi mushu Xitoyninki qurolliq bir harakat ib bordiganligini, Uyg'urlarga o'q chiqardiganligini, Uyg'urlarni qirib etish kim hozir ekanligini, agar birlam kichikgina bir tvish chiqib qolsa, shuni bana qilib bütün Uyg'ur xalqini qirishga hozir ekanligini bilganligi uchun bu İbrahim İsmaillar shu umumyüzlik qurolliq kurashga tayyorlik qilib maxfiy holatda bir qurolliq Xitoy shundaq bir hujum o'tgan vaqtida o'zlarining qurolsiz nahaq qirilib ketmasi uchun shundaq tayyorlik qilayotgan bir guruhim bor ekan. Bu İbrahim İsmail Abduhalil Mecitninki shu tayyorlik qilayotganligini, namoyish tayyorlik qilayotganligini bilgandan keyin maxfiy ko'rishgan. Abduhalil Mecit bilan ko'rishib namoyishga chiqmaslikni tashabbus qilgan. Chunki sen namoyish chiqsang qo'lingda hech nima yo'q. Sen o'q chiqirdi. Uyg'ur yoshlar bir davriga vakillik qilgan bütün Uyg'ur yoshlar qirilib ketadi. Undan keyin bizning ba'zi ishlarimiz oshkorlanib ketadi. Bu yaxshi bo'lmaydi degan vaqtida Abduhalil Mecit yo'q. Baribir tutib ketadi Xitoy bizni. Yo'q qildi, birdan tutib ketib, undan ochiq oshkor chiqishimiz kerak deb bir 5-fevral Uyg'ur demokratik uyg'unish harakati shu yerga boshlangan. Ondan keyin bu namoyish yaxshi dediniz. MK'chi men bir xulosalar etkim keldi. Bu Gulcuninki ezelden ilaqi ma'rif jihatdan ma'rifına ait ahamiyat berishi, ballarının ait yaxshi tarbiyalashga tirişişi, bunu hemimiz bilimiz. Tuyuqsuzluq aqtamaklik işkirdik siz kitapta mı tefsili yazıpsız. İşkirdin ait işkirdiki baha qarğanda şunçilik azan bütün mahalle yeyilip ketişi aqtamakının onun bilan birlikte jığınını hemmesi opçu qo'llanganligi uchun onunki aidisinin yamrab ketişi bu endi bütün Xitoy bo'yicha eng ig'ir nurg'un yoshlarimizniki zaharlanib aidis bo'lib ketishi nisbati ig'ir G'uljuda shu vaqtlarda shundaqmi? Buningdan o'zini qutqizish uchun onundan keyin bu jamiyatninki bizning xalqimizning taqdiri haqida o'ylashgan ziyolilarimiz bir yerga kelib buni endi qutqizishninki yo'lini izlashga tirishadi. Bu yo'llardan birisininki dinimiz, çünkü o naşayin işlerini, onun için zehirlik çekimlerini çekleydi. Yani birisi bizim özümüzün örf adetlerimizden bek uzaklaşıp kettik. Bu meşrep zadı bizdenki mektep, ballarımızın terbiyelep verilgan. Şunun için biz bu meşrepni çın tutaylı dep, meşrep bile başlagan. Onun için meşrepki yol koymaydı Xitay. Şundak ko. Meşrep yol koymay, onun için bu tenterbiye hareketleri evcip gidiyordu. Her bir mahallede, her bir yezide futbol komandaları kuruldu. Nurgun yaşlar bu futbol bilen meşgul bulup naitlik hem ten sağlığı yaxşı oldu, hem ahli cihetimi sporun qandaq mühimligini bilimiz. Muşundaq vaziyette futbol sahalarına su koyup etdi Xitay. Şundaq bu şu derecede rezil abdi beşerisini oturup çıkırdı. Bu balla futbol oynayımız desimi onunla bir ruhsat kamaydı. Hem şu nemiş ki sen tamak çekmeyse, nemiş ki sen aşı üzerine bir evlat kişilerini kırıp taşlaştı maksat kılan asli.
siz abiyam dep ketkenlik 7. Nomorluk hüccetmi şu qandaq plan bilen golcu yaşlarını nabut qilishni bular tüzüp olgan asli. Şunun bilen bu suiqasga düşmey, yani onun keyin xalq oyg'unib, özünü qutquzuş üçün meşrep oynap, onun keyin aşı tantarbiya bilen şug'ullanıp, yaşlar yana qaytadan özün tan sağlığını asli keltirishga tirishgan vaziyatda onun keyin Xitay birden tutuşqa başlaydı. 2'den 3'ten aşı meşrep qatnaşıpsa, meşrep palancını oydik, meşrep veripse, pistancını bilen sözleşipse degen nim bilen, bağını bilen bu ballarını hemmisini tutup böyle soğulaşqa başlagandan keyin onun keyin bizni bärbir öldürüp etdiken neme qilishimiz kerak? Bunundan biz tantarbiya bilen şug'ullansak bo'lmaydi, bu günahke, özümüzden milli örf-adetimiz boyunca yaşasak, bu günahke, undaq bolsa biz Xitayninki äpde beşersini haqiqiy niyetini hem de körüp yettik, özümüzü qoğdumsak bo'lmaydi dep, onun keyin başka yollarını özlerini müdafiə qilish üçün, özlerini saqlap qilish üçün Xitayning başka yollarga izlashga kirishgan, shundaqmi? Shundaq. Hamda oxirgi kelgan vaqtda bu 90-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 10 yillik paydo bo'lish, taraqqiy qilish va oxirlashish jarayonini so'zlagan vaqtimizda hamda nim bo'lib bo'lgandan keyin namoyish bo'lib bo'lgandan keyin namoyish kuni faqatlam Abduxalil Mijitninki mashrab gruppasidagi 333 bola chiqqan bu namoyishga. Qolgan gruppadagilar chiqmagan, hamda bir chiqish chiqmaslik haqidami ba'zi detalashlar bo'lib, Abduxalil Mijit gruppasining 333 bola chiqqan ekan. Shuni tushdan keyin bo'lgan vaqtda bu san sirtdan Uyg'urlarning qo'shilishi bilan 1000 ga yetken, ama başka meşrep gruplarımı qo'shilib chiqqan bo'lsa, o kunki namoyish 10 ming kishilik bir namoyish bo'lgan bo'lar ekan. O kuni ham 333 balni Abduxalil bilan qo'shib Xitoy tutib har qaysi turmalarga akatgandan keyin to'qmoqlar bilan urib bu voqea bo'lgandan keyin Xitoy buning bilan qora terrorga dahshatli tutqun qilishga o'tgan. U meşrep namoyishga chiqmagan boshqa meşrep gruppasidagi bolalarni kecha-kechada ishlarini qavitib, shu darvozalarni urib, uxlayotgan yerni so'rab chiqib, qor tutqunni boshlagandan keyin ba'zi yoshlar voy biz bekor tutilib ketamiz, undan biz Xitoyninki azroq bo'lsinmi bir zarba berib, bir yerini bo'lsin, tatlib elib bo'lsinmi biz azroq bo'lsinmi Xitoyning bir ziyon uchirtib bo'lsin o'lishimiz kerak deb bular qechib partizanlik urushga aylangan. İnqilab bosqichiga kirgan Xitoy. Başdagi ahvoldan keyin mashrab o'ynashdan, undan keyin Uyg'ur hozirgi zaman tarixi tamg'isi urgan Uyg'urlarning hozirgi zaman Uyg'ur yoshlarining demokratik harakatidan hamda Xitoyga qarshi partizanlik inqilobiga aylangan. İnqilab aylangan 5 fevral G'o'lja inqilobi deyishimizning sababi shu. O partizanlik inqilobi aylangan u bir cho'ng tema. Buning ichidan nurg'un qahramon partizanlar, nurg'un 4 cho'ng to'qinish va Xitoy askarlari bilan bo'lgan. Shu kitobning ichida tafsilga to'xtaldim. Undan keyin partizanlik urushiga o'tgan. Undan keyin Xitoyning keng ko'lamli diniy zotlarni undan keyin shu qirg'inchilik, rasmiy qirg'inchilikqa o'tish bosqichi bilan 2001-yili Abduxalil Mijit qatorliq sarkilarni o'limga hukm qilish shu kitobdagi ko'rinishlar. Mushlar boshlamchilar ha? Boshlamchilar. Abduxalil Mijit haqida men bek hayajonlanib so'zlayman. Nayt qaysi qahramon. Shuni chapchal turmizda shu Abduxalil Mijitlarni o'limga hukm qilish, qolgan sarkilarga muddatsiz qamoq jazosi berish bilan bu 10 yillik tarixni shunday yapgan. O'zini qutqizish yo'lidagi bir zaharning tarqalishi, suiqasd, o'zini qutqizish yo'lidagi tirishchanlik, namoyishga chiqish, inqilobga o'tish va qirg'inchilik bilan bu 10 yillik bir tarix daftari shunday yopilgan. Abiyamga bir savolingiz qaytib kelsa, kitob yozish o'yimninki boshlanishi shu voqealardan keyin chet el chiqqandan keyin men izchil shu 24 yildan yog'i shu o'zimning qalbimda, men kallamda ko'tarib yurdim. Bu tarix
Ağızdan ağız ötüp, rivayet işini yo'qolib ketmeslik kerakdi. Bu çoxum bir tarix o'qib yazilish kerakdi degan bir o'y bilan uchur to'plab, uchur yig'ib, kichikkina bir qildak 5 fevral haqidagi bir kichikkina bir uchur tushib qolsam, o'sha o'zim ko'nglim shunday yerim bo'lib ketdi-da. Bir narsani xato qilayotgandek bir sezim bo'lib ketdi. Shuning uchun har bir uchurga shuncha qimmat berib, deb elib yig'ib, mashina qilib shu özümning muxbirlik bo'lgan jarayondagi nimalarim, özümning to'plagan materiallarim, chet ellarga ochiq havo narsalarim bilan yig'ib, bu shu 2020-yil 5-fevral arxivlari 1-may kitobni chiqargandim. Buni Tashlamakan Uyg'ur nashriyati nashr qilgan. Endi bir yil bu kitob 5-fevral arxivlari 2-kitob nashr qildim. Bu kitobninki nashr qilishda men İstanbuldagi ili Meshrab Vahbi bilan biz birlashdik. İstanbul ili Meshrab Vahbi intayin qizg'in qo'lladi. Bu vajidan men bu Vahbininki boshlig'i Jur'at apandiga alohida rahmatimni bildiraman. Shuning bilan biz 10 kishidan tarkib topgan dunyoning har qaysi joylarida 5-fevral bo'lgan inqilobidan mezgildagi ziyarkeşliklerden kaçıp çıkan gazılar, Abdülhalil Mecid bilen bir septi tuğallar, türmülerde yatıqallamışlarını terk etme 10 kişilik bir 5-fevral Gulcu İnqilabını qeziş, toplaş, rətləş rəhbərlik qrupisi de bir grup kurduk. Onun için biz sosyal medyada Tarat Kola'da. Tarat Kola'da. Tarat Kola'da. Jot Forum degan bir platformda paylaşım, jadval taqat qo'shimiga. Bütün o'quvchilarga mush 5-fevral G'ulji inqilobi haqida, G'uljida ziyonkashlik uchirganlarni bilsanglar, bizga ma'lum qilinglar. Qanchalik kesilgan, adresi qayerda o'tiradi, qaysi mahalladan deb mushuni taqatgandan keyin G'uljilik qarindoshlarimiz bunday aktivliklar ovoz qo'shib mushundaq uchurlarni yo'lladi. Buni bir tamg'a bir hujjat sifatida Xitoyninki mangulik 5-7 nomerli hujjatlarga qarshi bir hujjat sifatida bu yerga qo'ydik. Kitap endi shunday o'jitga chiqdi. Kitob mau ikkinchi kitob 12 bobdan topgan. 12 bob oxirgi xotima ve endi Abdurning o'ylaganlari deganlar qo'shgan vaqtimizda 12 bobdan tarkib topgan. Buning ichida 5-fevral G'ulji inqilobiga oid partizanlar. Meşrabning yangi boshlanishidan tortib oxirida qurolliq to'qinishlarda bo'lib turgan mau kim o? Hammad Memti'nin 1998-yil 4-ayning 18-kuni 3 yuz bergan nəhayət üçün Xitay əsgərləri bilan bo'lgan to'qinishda şehit bo'lgan. Xitoyninki shu alohida tarbiyalangan saqchisi ishqirdan yo'tkab kelgan il viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish atritining 1-nomerlik saqchisi Longfeyni etib o'tgan. Onundan başqa Tursun Salay 1900 mushu Hamad bilan shu Xo'jayevga to'qinishga qatnashgan ikkisi bilan yana bir Hamid Muhammad va bir qanchalar partizanlar. Bu Hamad uyat shehid bo'lgan ekan, bu Tursun Salay va boshqa partizanlar shu o'lgan Xitoy saqchisi Longfeyning qurolini avtomatini o'lja ilib, nəhayət ilg'or avtomatini. Onun keyin uni shu yilning 6-ayning 22-kuni Uchun yesidagi Xitoy askarlari bilan to'qinishda ishlatib, nəhayət qahramonlik ko'rsatib, o'zininki Hamid Muhammad, Qasim Maqbar, İlyas Zordun qatorliq sabdoshlarini Qo'rshovdan qochib chiqarib etib, undan keyin bu yerda Koyonchang, Nurtay deganga o'xshash Xitoyning askarlarini o'ldirib, undan keyin Abdurahmon Fayzi degan bir Xitoyning yo'l boshlagan il oblast
saqçıniki Uyghur saqçısını nait ağır yaralandırıp, yani bir qançılığan Xitay saqçılarını yaralandırıp şehit bolgan bu Tursun Salay. Ahir amal kılamay partılık ötedi diken go ha onu. Algı düşüremey aşı partılık ötedi bütün aşı yoşurmagan öveli bille. Şundaq öldürdü diken. Onun için tötcan bu iki dokunuş ondan başka şu Bolşerninki Baykıl'nınki çıkılan jonda yüzbegen Bolşerlik yanlıdan da üstütilgen Abdüveli diyen bir inimizdeki yana bir tokunuşu var. Şu bir kısım partizanlarının. Olmamış kitaplar işte. Ben yana birisi Meme yüzündeki bir çok dokunuş. Şurada. Bu Sadır'dan, Kipek yüzünden Kipek yüzü yiyisi şu Golcu 5. Fevral İnqilab meselinde nait aktif rol oynagan. Partizanlarının akını çekindiğen, yuşurunduğun bazısı bulan. Bu Sadır'dan bu Hamad bu Sadır'ın hadisinin oğlu buldu. Kipek yüzünün bundak aktif oluşu da Kipek yüzü meşrep grupsunun kuruluşu ve terakkiposu da şu Sadır'ın intayı mühim rollan oynagan. Kitap hakkında hem deydiğinlerim düşüncelik hem de başka suallarınız olsa. Hem de bu Gulcu vakası bilen münasebetlik qandaq kelip çıktı degan meselede halkımız texchili eniq emas. Hem de ma kitapni o'qiganlarga eniq qıvaldı ki qandaq şaraitlarda meydana keldi. Nurgun tirişçanlıklar neticesinde fakat çıkış yol tapamagandan keyin onunki yaşlar birden Xitayga tutulup ölgüçe biz bir çıkıp taleplerimizni oturup koyaylı degan maqsadda eliqi onundan keyin bir siz degenge o'xshash Abduxelilninki meşrep gruppasi ondan keyin 5 fevral günü şu namoyish qildi. Namoyish qilib shuning bilan boshlagan. Ondan keyin ayt qattiq tutqun bo'ldi. Yoshlarni ko'si tutib mashinalarga besib Xitoy turmalariga to'shqizga boshlagandan keyin ata-onalar ondan keyin şu keşte tushdan keyin şəhərlik saqçının aldığı berib, onun ata-onalar balımız qeni, balalarımız neymiş tutsa dep bir şeyə bardı, şundaqmı? Yani bizim halkımızın köpün 6 fevral günü 6 fevral günü onun keyin keçeci yana tutqun qılındı. Şunu ata-onalar şəhərlik saqçının aldığı berib, yana onun neçə min kişi olub getdi ki, ertəsimi berib onun balalarımız qayada degende ular qartıb ularga oq çıqırdı. Bizning xalqimizningki hamda biladiganlari şu 6 fevral kunidagi şu ata-onalarning bo'lib onalarning onalarni o'ldirgan shu taroveh namoziga qilamiz degan bir necha ayolni tutib so'lagan shuning bilan bu Gulcu vaqasi shuningdan chiqqan degan qarashlarmi borchu hamda birisini dedim bir necha ashuna o'xshamagan ko'z qarashlar bor siz aniq qilib buning chiqish natijasiningki shu 5 fevral kunili bir yil o'tirg'i chiqmaganligini hech qanday chiqish yo'li qo'ymay Xitoyninki butunlay o'zining dinidan o'zining madaniyatidan hatto futbolmu Uyg'urlarni bugungi qo'g'dab kelgan tantarbiya mi bugungi qo'g'dab kelgan nihoyatda muhim bir soha ashuningmi yo'l qo'ymay butunlay shu man qilgan oq cheksa shu chiriklashib yo'q bo'lib ketsa degan yo'lga nimishga kirmaysa degan maqsadda bularning hamma yo'llarini taqib etgandan keyin ondan keyin bu yoshlar ham uning bilan qolmasdan birdan tutib so'lashga boshlagandan keyin o'tirg'i chiqqan endi chiqish nadanini mushu desak Mişad nuqtini qo'yib bersak, chekit qo'yib bersak to'g'ri bo'ldi, shundaqmi? To'g'ri bo'ldi, shunday. Buni aytaylik, to'g'ri bir tushundirish bo'pti sizning kitobingizda, chunki men deganga o'xshash xalqimizning kallasida nurg'unlik farqli ko'z qarashlar botdi. Bu nuqtada sizga o xalqimizning o ko'z qarashlarimi shu umumiy bir gavdining ichidagi bir tal tamcha deb qarsak bo'ldi. Ularning da'vatqanlari xato emas mencha. Mening miyada yana kichikina bir qo'shim chiqib qo'yganim G'uljidan bunchalik darajada qo'rqishidagi Xitoyninki yana bir sababi 90-yillarda dunyodagi patmas quyosh deb ta'riflangan kommunizmning eng yuksak cho'qqisi bo'lgan Sovetlar Birligi yemirilib
G'o'ljidan biri 2 soat uzoqlikdagi bir yerda G'o'ljining tam qo'shnisi bo'lgan burun Sovetninki monopoli bo'lgan respublikasi bo'lgan nurg'un Uyg'urlarninki turkiy qarindoshlari, masalan, qozoq, qirg'iz, o'zbek qatorliqlar mustaqil davlatlar bo'lib ketdi. Buningki albatta azaldan tortib mustaqillik o'tlari yalqinjab turgan mustaqillik cho'qallari qalbining yoshirin qatlamlarida davomli mash'al bo'lib yinib turgan Uyg'urlarda shundaq bir mustaqillik bo'lgan talpinishni texmi yalqinjitib etilganligidan qo'rqanligi uchun Xitoy bu maqsadli holda zaharni G'o'ljiga yamirtish orqali mush bir davrda vakillik qilgan Uyg'ur yoshlarini qirib tugitayotgan vaqtimizda biz bundaq bir yoshirin qatlamdagi qalbining cho'nqur qatlamlaridagi shundaq bir yildizni qurt etimiz degan niyat keldi. Ham 90-yillardami dunyoda nurg'unlagan voqealar yuz bergandi. Masalan, Germaniyadagi Berlin temining o'rilishi bilan ikki Germaniyaning bir butun bir davlatga birlashib ketish bilan bu kommunizmga Xitoydan iborat kommunizmninki yemirilishiga hamma bir kun yemirilganligi belgilangan bir signal bo'layotdi. Shunga o'xshagan ahvollar bu G'o'ljidagi oxirgi hujjatlar va umumiy ichki vaziyat, xalqaro vaziyat mushlarni birlashtirgan vaqtimizda Xitoy bu yerda bir pilitga bir shular shu Sharq Turkiston inqilobiga o'xshash bir o'tning yalqinjab qolmasligidan ehtiyot qildi. Shu qo'shimcha qilganim. Şunun bilan bu suiqasdlarni planlab, yoshlarni, asosan yoshlarni zaharlashga boshladi. Haqiqatan aq chekmaydigan, yosh qolmagandek ashundaq bir qo'rqinchli vaziyat borliqqa kelgan G'o'ljida. Amdilik AIDS kesiline ait yamrab ketgandan keyin xalqarodimi hatto Dünya Sağlık jamiyatimi yordam qilib nim qilgan aslcha pul ioni qilib ularning jinglarni ayrim ishlatish hatto Avstraliyadan kelganligini bilaman, chunki o'sha yerda ishlaydi, shu ish xizmatlarini qiladigan ba'zi tanishlarimiz bilan muboga vaqtlarda so'zlashgandik. Lekin ularni shu Xitoylik butunlay u mablag'ni shu nimaga bermay, shu Uyg'ur yoshlarining davolanish uchun, Uyg'ur yoshlarininki zaharlik chekilmakdan qutulish uchun sarf qilmasdan butunlay uni o'zining cho'ntagiga selib ko'maslikka soldi. Bu ishlar haqiqatan pek echinishli. Endi siz bir necha to'qinishni yan deb ketdingiz. Mush to'qinishlardan kam qolganlari bormi sizningki? Mush qahramonlar haqida bu to'qinishlardan 4 cho'ng to'qinish bor dedingiz. Mushlar haqida so'zingiz bormi yoki? Bular haqida bir so'zim bor. Bular haqida men kirib qolgan bo'lsam, men bu bek so'zlab ketib programning oxiriga chiqarib qolamayman. Undan keyin men bek ichimdan yig'lab yiqib ketishim mumkin. Bu yerda faqat bu to'qinishlar emas. Bu yerda yomon nurg'un ruhlar yoshirinib yotgancha. Qanday ruhlar desangiz, Uyg'ur xalqining o'zining qahramonlarini qanday qo'g'dash, qanday saqlash, aşınçilik darajada tutish buyruqi, aşınçilik darajada qatma-qat qo'rshav, butun Sharq Bashnayaga boradigan yo'llar qo'rshalgan, Urumchiga boradigan yo'llar qo'rshalgan, qatma-qat necha xil mushtaq. Hamma mahallaga tang-tangchilar qo'yilib ketgan mushundaq sharoitda shu qo'rshavlardan qochib chiqqan Hamid Muhammad, Tursun Nurdin, Tursun Salay Sheytovsidu, Hamid Muhammad, İlyas Nurdin, Qasım Maqbirdir, yani 3'i 909'da askarlar Xitoy askarlarining ustidan dastlab turib qochib, qatma-qat qo'rshavlarning ichidan qanday qilib G'o'lji shahriga kirdi, qanday qilib Chapchal nayrasiga chiqib, undan keyin O'rta-Osiyoga o'tdi. O'rta-Osiyoga o'tgandan keyin chegaralarni bosib, lekin ashadi yana bir ruh bor, chunki insonda shundaq bir ishni qilaman deydigan yuksak bir iroda bo'lgandilar, hech qanday bir to'saqning
hech qanday bir kuchning bu ruhni to'sib qala olmaydiganligidek shunchalik nimalarning ichidan O'rta Osiyoga chegaralarni yerib o'tib chiqadi. Undan keyin 99-yili ammo afsuski Qozog'iston hukumatining xainlik qilishi bilan Xitoyga o'tkazib berdi. Hozir Urumchi turmida bu 3 bola muddatsiz qamoq jazosi bilan. Endi mushada Uyg'ur xalqi bularni qo'yniga olgan. Aşınçılık iğir ahvalladımı 5-6 ay aşı mümkünüm şürüp qağaqda bir yer Uyghur halkının özünün kahramanlarına ama Uygurların akıl çekiniş yolu yok. Xitay nayt güçlük net yüzdesi mınası degidek güçlük bundaq şarayta ahır paşıp kaldı. Lekin mushunchalik ahvaldım özününki hayım xatar güçtür çıkarmaymışlarını qo'yniga olgan. Yana bir ruhlarni nima desiniz Ularning qo'lda hamda Xitoyniki silishtirganda bekcha qurol yo'q, odatdagi bir nimalar. Shundaqda holat tutirib Xitoyning alohida qism askarlarini o'tirdi. O dehqon bolalari o'zligi bilan o'zlam partizanlikqa chorsizlikdan Mecbur bo'lib qolgan, ha. Mecbur bo'lib qolgan bolalar. Bu nimani bir Uyg'ur xalqiga zo'r umid berdi. Agar kelajakda Uyg'ur xalqining qo'liga Xitoyning qo'lida bor shundaq ilg'or qurollar tushib qolsa, oqibat qanday bo'ldi degan yana bir savolni tashlaydi. Demakki ularga o'z ona vatanining o'z zimini bergan bir xil jasorat Xitoyga bo'lgan qabul qilmaslik Xitoy hokimiyatining shu zimindagi hukmronligini qabul qilmaslikdagi bir jasorat, bir vijdon, g'urur, mushlarning hammasi qo'shilib, ashlarning ustidan g'olib kelgan. Endi 24 yıl burun bu vaqalar bo'ldi. 24 yıl bo'lib ketdi birdamdila. Hozir endi xalqimiz texmi ig'ir kunda butunlay endi faqat G'o'ljida emas, vatanimizning hamma yerida Uyg'urlarni butunlay yo'q qilishni ko'zlab kamplarni qurib irqiy qirg'inchilik qilyotdi hozir endi. Mushu kunda yo'li qo'ygan milyard kulka programmasi deb bir ba'zi programmalarni yo'l qo'yyotdi. Bunga nima deysiz endi? Milyard kulka programmasininki ahvoliga kirishdan burun qisqa 2 minut vaqtimni ajratib Abduxelil Mijit haqida ozroq bir o'zimning mush kitobda olganlarimni ko'pchilikka deb o'tib ketsam qanaqa qaraysiz? Ma'qul. Abduxelil Mijit shu 5 fevral G'o'lja inqilobining sarkisi Abduxelil Mijit Abduxelil Mijitni shu Yunon filosofi shu Sokrat deyishgan bo'ldi. Qarang. Sokrat nima degan desangiz, so'roq tortilmagan hayot yashashga arzimaydi. So'roq tortilmagan hayot yashashga arzimaydi degan. Shuning uchun Abduxelil Mijit o'zining hayotini so'roq tortishdan boshlagan. Men kim? Nima uchun bundaq bir xomush holatga tushib qoldim? Nima uchun zarik xumolik qilgan bir kishiga aylanib qoldim degan nim bilan yo'lga chiqib, butun Uyg'ur xalqini, G'o'ljadagi yoshlarni men kim deb o'zini so'roq tortadigan bir yerga kelgan. Ondan keyin Abduxelil Mijitning oxirgi masalaga kelgandimi, G'o'ljadagi kishilar seni biz chet elga chiqarib yetaylik, chet elga qochib chiqar, pasportingni bir pul berib ishlataylik degan vaqtidami, yo men bu ishni to'g'ri deb boshladim, xalqimdan men ayrilmayman, qilayotgan ishimning to'g'ri turib men qochib chiqsam, bu xalqimga yuz kelayman degan maqsad bilan chet elga chiqmagan. Sokratmi shundoq Onunmu şu başqa seni yetkizəyil degan vaqtida qattiq unumgan o'zimning xalqimdan ayrilmayman deb ham o Abduxelil Mijit o'xshashlar Sokratnimi xalqini o'ziniki shu davrdagi kishilarni axloqiy yetaklaganligi uchun zolimlar tarafidan o'lim jazosiga hukm qilingan. Abduxelil Mijitning shu gunohi nimti, jinoyati nimti Xitoy nazarida G'o'ljadagi bir aroq sharobga berilib ketgan zahar bo'lib xomush bo'lib qolgan yoshlarni axloqiy yetaklaganligi uchun o'lim jazosiga hukm qilindi. Endi ikkinchi nuqtadan men kimni Abduxelil Mijitni Ilhom To'xtay bilan o'xshash o'rin qo'yman. Ilhom To'xtay Xitoyningki milliy avtonomiya qonunini so'roq tortgan bo'lsa, Abduxelil Mijit Xitoyning diniy
diniy siyosatini Hı. so'roq tatgan. Hatta Abdunum rayonga berip şu ceza lagerda şehit bo'lgan Muhammed Salih Damullamlar bilan görüşüp hem diniy shu yanda Xitoyniki atalmış diniy shu yanda leksiyalarni so'zlab din islom dini sotsializm uchun xizmat qilmaydi, Alloh uchun xizmat qiladi. Din hech qanday hukmronlik uchun xizmat qilmaydi. Xitoyning diniy siyosati buni cho'qim e'tirof qilish kerak degandek shundoq jasurona bir qiyofat bilan o'tirib chiqqan. Senin dinin sana, mening dinim bana degan şuarni. Kafirun surasining oxirgi oyatlaridagi sening dining sana ait, mening dinim bana ait. Men mushu din bilan mushundaq yashayman. Sen o'zingning dining bilan o'zing. Hozirgi masalan dunyoninki shu kichik huquq siyosatlari, diniy erkinlik siyosatlariga bu shunchalik yaxshi tushadi. U shunchalik ilg'or bir o'tirib qo'yishda Ilhom To'xti bilan o'xshash Ilhom To'xti muddasiz kesilgan bo'lsa, 2 yilga qolmasdan Xitoy Abduxalil Mejidga o'lim jazosi berib bir taraf qildi. Undan boshqa men Abduxalil Mejidni mushu 60-yillardagi Amerikadagi qorilarning erkinlik uchun kurash qilgan nutqlarni so'zlagan. Hozirgacha biz ajoyib esil nutqlarni qimmatini yo'qotmagan nutqlarni olayotgan shu Martin Luther King o'xshatimi. Ham uningdan ish tushishi mumkin. Agar Abduxalil Mejid Amerikada bo'lgan bo'lsa, Martin Luther Kingdan ish ketishi mumkin. Agar Martin Luther King o'ldirib bo'lgan bo'lsa, Martin Luther King mangu Martin Luther King bo'lmagan bo'lishi mumkin. Abduxalil Mejid qarang, biz tushundirsak, o'rta maktab kichikliklar Xitoy maktabida o'qigan bir bola. Ondan ishga kirib tijorat qilib yurgan, ondan keyin zaharlik chekimlik chekib, oxirgi bosqichlarga berib qolgan bir bola. Tuyg'usizlam, partlash xarakterdagi buning ruhiy dunyosida bir partlash xarakterda o'zgarish bo'lib, u Xitoy maktabida o'qigan notiqmi emas, qarang, Uyg'urcha gapni o'zingiz bilasiz, Xitoy maktabida o'qigan odam Uyg'urcha gapni qanchalik qila oladi. Bu bir notiq aylanib, 2 yilning ichida o'zining ajoyib qalblarni larziga soladigan, insonlarni uyg'otadigan ajoyib olamshumul leksiyalari bilan butun G'o'ljidagi yoshlarni o'zgartirib, 2 yilning ichida mashrab o'ynamagan, mahalla qolmagan. Mashrab korpusi qurilmagan, mahallalar qolmagan. Xitoyninki aroq sharab so'ri nima botqillari, fohishxonlari hammasi qup-quruq taqilib qolgan. To'y to'kinlar aroq sharabsiz o'tkazgan, mushundaq bir holatni shakllantira olgan. Shu Aydiz shahri, zalik chekimlik shahri degan bir sesixnomi purkatgandek mushundaq bir shaharga aylanib qolgan bir G'o'l shaharni bir uyg'onish shahriga, inqilob shahriga, ajoyib bir olamshumul dunyolarga ichilgan bir ilg'or bir shaharga aylantirishda pek muhim rol o'ynagan. Undan keyin yana bir o'lmas ruhi Abduxalil Mejidniki xalqimizga mangu bir umr yetakchi rol o'ynay oladigan bir ruhi chapchaltirmisda Xitoy buning bilan murassa qilgan, to'xtamlashgan. Sen mashrab o'ynash xato, namoyish qilimiz xato bo'libdi. Biz buni xato qildik. Biz partiyaning siyosatini qo'llaymiz, undaq-mundaq degan. Yoki kelsang, biz seni o'lim jazosidan mahrum qilamiz. Sana bir partiyaning shujisligini beramiz, bir yezining bir noyaning partiya shujisi bo'lsa, mangu atva bir odam bo'lib yashaysa degan vaqtida yo'q, qat'iy bundaq bir kelishimga kelmagan. Agar Abduxalil Mejid mushunda Xitoy bilan bir murossaga kelgan bo'lsa, Uyg'ur xalqining, G'o'lji xalqining, butun Sharqiy Turkiston xalqining isyonkorlik ruhiga, inqilob ruhiga, Xitoy qarshi jangovar 70 yildan buyon kurash qilib qo'yotgan ruhiga suvoq suv sepgan. Bundan keyin hargiz G'o'ljida bundaq bir inqilob partilmagan bo'ladi. Chunki hamma odam birlashib bilan bir inqilobni qilamiz degan vaqtda, voy Abduxalil Mejidlarning holi avg'u oxirsida murassa ustiga o'tirib bir partiyaning shujisi bo'lib yashayotdi deydi. Bir ig'iz gapga arzimaydigan bir ruhiy xalqini intayin ig'ir bir ruhiy tushkunlikka giribtar qilib qo'ygan bo'ladi. Undan keyin G'o'ljidan qochib Xitoy zulmini anglatish uchun Yevropadagi har qaysi davlatlarga, Shimoliy Amerika qatorliq davlatlarga chiqib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, Yevropa Birligining, Inson haqlari tashkilotlarining ishigini chekkan Uyg'urlarning to'qigan hikoyalarining hech qaysisiga ular ishonmagan bo'ladi. Uyg'ur davosining bugungi kundek bir yuksalib
Muşu qırğınçılıqların anlatışında hech qanday bir rol bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun Abduhalil Mejit va 5-fevral şehitleri, hazır turmalar yetayotgan kishilarning hammasi mushu narsalarni tonib yetganligi uchun o'zlarining o'limlari badaliga, o'zlarining jonlari badaliga Uyg'ur xalqining ruhini yuksak bir ruh qilish uchun shunchalik tirishchanliklarni ko'rsatdi. Ularning yashashining boshqa yashashlarga qaraganda qimmatli bo'lishi, ularning o'limining boshqa o'limlardan qimmatli o'lim bo'lishidagi asosli sabablarning birisi mushundan iborat. Hamda mushunchalar cho'ng qirg'inchiliklarni ib olgan, mushundaq bir sarxil yoshlarni qirg'inchilik qilib qilgan Uyg'ur G'o'lji shahrida Xitoy G'o'lji 5-fevral qirg'inchiligining 24 yilligini chet ellarda xotirlayotgan, biz kitoblarni yozib bu davrdagi qirg'inchilik tamg'alarini besayotgan bir kunda mushu chapchalliq bir chaqchaqchini Tudaxun degan chaqchaqchini Abdum rayonga olib million kulkim emas, milliard kulkimi, milliard kulka degan bir chaqchaq programmasi hozirlab bu qirg'inchiliklarni butunlay padazlab u davrdagi bir yoshlarni qirib tugatgandan keyin yangi bir chiqqan yoshlar qarta mushundaq programmalarni tayyorlab G'o'ljidagi nurg'un san'at sohasidagi chaqchaq sohasidagi nurg'un kishilarni so'ziltib ash programma haqida mushundaq qaytibdi. Buning hammasi bir saxtbazlikdan iborat, Xitoyning saxtbazligidan iborat. Sizmi yaxshi bilsiz, Mahbirat xonim, o'tgani sizmi Mashrabningki hargiz saxnalashmaydiganligi, xalq orasida bo'ladigan bir harakat faoliyat ekanligini, buni Xitoyning saxnalashtirib Xinjiang televiziya stansiyasining sahnalariga mundaq tor doirada olib qo'yayotganligi haqida programmalarni ishladingiz. Uyg'ur xalqininki sahnalarga chiqib mundaq torlashtirib qo'ymaydigan yana bir qimmatli boyligi bor Mashrabdan boshqa, u bo'lsa ili xalq chaqchaqlari. Ili xalq chaqchaqlari Uyg'ur xalqining ajoyib qimmatli boyligi. Uni ma'lum bir odamni ko'tarib chiqib Xinjiang televiziyasiga olib sahnaga mixlab qo'ydigan bir chaqchaq emas. Eli xalq chaqchaqlarining shunchalik bir aloyiligi borki, u xalqning ichida xalq bilan tug'ilgan, xalq bilan yashnaydigan, xalq bilan gullaydigan, xalq o'ladigan, xalq mavjudli bo'lgan, bilim mavjud bo'lgan shu so'rinlarda bir-birsiga chaqchaq qilish orqali chaqchaqdan chaqchaq chiqib bir chaqchaqni tug'ib, chaqchaq taraqqiy qilib shunday qiladigan, xalqdan qat'iy ayrilmaydigan bir chaqchaq bu. Endi Xitoy o'zininki shu qirg'inchilik nimalarini pardozlash uchun shu Xinjiang televiziya stansiyasiga chiqib ma'lum odamlarni ko'tirdi Xitoy. Chaqchaqchi qilib ko'tirib milliard kulkada programmalar berdi. Yozuvchilik sohasidami, shoirlik sohasidami shunday yana ma'lum odamlarni bosdi, ham qirib tugatdi. Shuning uchun bu Xitoyning butunlay aldamchiligidan iborat. Bu milliard kulka degan programmalar. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman. Haqiqatan bu Xitoyning düşman olmasimi mardrak bo'lgani yaxshi deb qo'ydi-ku bizning ota-bobamiz. Bu düşman shundaq bir düşmanki, düşmanimiz. Naitimi peskesh, naitimi rezil. Shuning uchun balki biz utirib qo'ydik. Biz mardrakmi ko'ksqani keng bir millat bo'lg'ashqa. Bu Xitoyni tushunib ketamadik uning kichik tillarini, o rezilligini. Buni qilmaydi-ku, bunchalar rezillashmaydi-ku, bunchalar vahshiyleşmeydi deb o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun biz o'zimizning dushmanimizni tanimay, balki nayt nurg'un fursatlarni ketkazib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Kitobda mana shu rezilligini aniq ishlanibdi. Endi bizning hozir vaziyatimizni hammamiz bilib ko'rib turyapmiz. Sizning shu xonim qizlarimizga, yoshlarimizga deydigan gapingiz bormi? Azraq bor. Uningdan burun men alqimavo bizning xili nemlik monosillik kirib keldi 2001-yilga. 5-fevral arxivlariga oid kitobni men Istanbulda nashr qilgan, bu ikkinchi kitobni Torontoda nashr qildim.
qildim. Kanadadan bir nashriyatchilik ishlarimiz bo'lsin deb. Undan boshqa men Don Quixote va Sancho Panza Uyg'urlar degan bir maqolalar to'plami bu. Cassini ham sar taxalluslarda 2016-yillardan tatib yozgan maqolalarim, fikr, ideya, ko'z qarashlarimning majmuasi. Bularni yozish jarayonida men shuni his qildim. Biz yozishimiz kerak ekan-ku. Reklam yozishimiz, biz yozishga bek ehtiyoj ekanmiz. Boshqa millatlar bir has ehtiyojli bo'lsa, biz naytimi nurg'un hassa ehtiyojli ekanmiz. Shuning uchun men chet eldagi xonim qizlarimizga bo'libmi deydiganim, biz kundlik xatir yozaylik. Kundlik xatir yozaylik. Bir yerim bet, bir xonim kunda yerim bet. Kundlik xatir yozsa yoki bir bet kundlik xatir yozsa, qisqa qilib, bugun mening ota-onam bilan ko'rishamayotganimga manchilik vaqt bo'ldi. Ruhiy kayfiyatim mandaq. Telefondami aloqalashamadim. Men oilamdan manchadamni ketdi. Bularniki bugungi kayfiyatim mandaq degan shaklda qisqa qilib yerim betlik yoki bir betlik bir narsa yozsa, bir kunda masalan bir kunda bir betlik bir narsa yozdi deylik. Bir yilda 365 betlik bir nima yozdi ekan. Yerim bet yozgan vaqtida 360 betning yerimi. Shunda bo'lgan vaqtida bir ayoldan shunchalik bir nima chiqsa, 100 ayol, 1000 ayolni siz tasavvur qilib beqing. Bularning hammasini kitob qilib, qismlarga bo'lib nashr qilib atgan vaqtimizda bo'pti dunyo 10 keşmiş işenmesin, 100 keşmiş işenmesin, 1000, 2000 keşmişke işenmeydiğen haddi yok deb qarayman. Şunun için şu Türkiye'ninki Xitoy konsulunun oldida namoyish qilayotgan ash qarindoshlarimizni aprin aytaman. Shunchalik esil ishlarni qilyotdi. Mushadagi turayotgan kishilarimizning hammasi o'zlarining kundlik xotiralarini o'zlari yozib chiqish kerak. Kundlik xotirlar qo'shilib, dengizlarga eriqlar, o'stanglar kelib qo'shilib, nayt dahshatli bir dengizlarni paydo qilgandek, nayt shovqin suranlik daryolarni paydo qilgandek, bizmi o'zimiz qiladigan ishlarni qilib, mushundaq eriqlardan kelgan kundlik xotirlarimiz orqali shundaq dahshatli bir cho'ng yiqinlarni paydo qila olamiz. Kitoblarimizni uzluksiz nashr qildirib chiqarib, inglizchaga tarjima qilib, boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoni titratgandek asarlarimiz bilan o'zimizning dunyoning bir parchasi ekanligimizni bildira olamiz. Undan boshqa bu yerda men kim Nursimangul Abdurashid singlimizga rahmatimni bildiraman. Nayt jangovarlik bilan partiyaninki to'plantısida o'zininki keşmişlerini so'zlab, yig'in zaldagilarning hammasini o'rinlaridan turib chavoq chag'izib yetilgan mushtaq bir vaziyatni shakllantirdi. Bu nimani bildirdi bizga desangiz, keşmişlerimizning kishilar tarafidan qadrlanadiganligini, biz oddiy deb qaragan narsalarning amaliyot oddiy narsalar emasligini, Xitoydan iborat mush zolimning zulmini pash qiladigan hammamizning ishida bir narsaning borligini bildirdi. Shuning uchun o'ylaydi haqlar, masalan, bir Nur Seymangulning uyidan 4 odam tutilib ketgan bo'lsa, jazo lagerida bo'lsa, Turkiyada yashayotgan 100 oilaning 100 odamning ichida oilasidan qancha odam tutilib ketdi? 1000 odamning dunyo bo'yicha dunyoning sirti, vatanning sirtida urug' tuqqanlari yo'q. Vatanning ichidagi xalqimizdan qancha tutilib ketdi? Bu hisob birdan chiqargan gap. Shuning uchun men chet eldagi xonim qizlarimizdan o'zining keşmişlariga sal qaramasligini, qimmati yo'q deb qaramasligini, men mana shunday bir bu o'zingizga ishonmaslik ekan-ku. O'zingizga ishongan ayol bo'lgan vaqtingizda nayt o'rningizdan dastur ekansiz, undan keyin menga aytgansiz. Menda o'zimga ishonmasliklar bo'lgan. Men nurg'un narsalarni yezib yetayotgan qarang. O'shunda bir nima yezlamdi, bu ish qimmat yo'q, bir ahamiyat yo'q. Voy, Ontario ko'llarining bo'ylariga berib, yan bir yil ay berib, yezib 10 kun 20 kun o'tganlik o'qib qo'yib, buning hech bir qimmati yo'q, bir nima yezibman deb yetayotgan narsalarim shunchaki nurg'un. Keyin men o'zimga ishonib, o'zim o'rnimdan dasturib qolgan vaqtimda, undan keyin u yozganlarimning ma'lum odamlar tarafidan yaxshi ko'rilmasa, yana nurg'un odamlar tarafidan yaxshi ko'rilganligidan iborat bir qimmatni his qilgan vaqtimda, undan keyin bu kitoblarim maydonga kelgan. Men yana
Kimburdan işleyen ayal, Salim Çivin'in üç çaptisi, Dadam Gizliğin xətlər degan 3 kitabım haqqında işləb etmə, Xudayın Bursun işinin axırısı çıxdı. Muşlarının həmmisi özümüzge işeniş, şenge ayal buluşumuzun mühimliğini düşündürüp birdim ben çetelerdeki kızlarımızga, hanımlarımızga, özünüzge işinin. Özünüzün keçmişinizin dünyanın zızılgı çaldığın keçmiş işgaligi işinin. Özünüzün yerin betli xatirinizin her günde üzüldürmeyi davamlaştırıp bizim şu çağda dünya bizim tanışmay amal yok. Dünya bizden bulmay. Şu çağda dünya Uygurların dünyası buldu. Eğer onda bulmayırken biz mağlup olup geçişimiz mümkün. Demekti ben. Doğru dediniz. Bu yıl nayt mollosolluq yıl boptu ve boğdek. Yani 3 kitap hakkında işlep atqanlığınızı aytdınız. Bu sahada okugan sizge okşaş hanımlar çokum şundaq kitaplarını yeziş gerek. Yana bir nayt muhim nersin dediniz. Her birimizin keşmişi, her bir Uygur'un keşmişi, Uygur'un tarih bilen çemberçes bağılıp ketken. Çokum siz degen okşaş kündülük hatirler bolsumu özümüzün hissiyatlarımızı, tuygularımızı, köygen bilgenimizni, anlığanlarımızı, hatta biz özümüzün üsbetlik jaryanımızı yazsak mı hakikaten nait yaxşı bir eser boludu halkımız üçün, bizim tarihimiz üçün kılıngan bir töhfe boludu. Nait doğru dediniz. Rahmet. Başta dep ötüp ketgendek Uygur tarihi kan bilen yazılgan tarih, mana Azerbaycan'ın bütün rayonları, şehir yezleri, Xitay'nın insan qelibinden çıkan vahşi zulmü ve kırgınçılığı, horluş astyda kaldı. Bazı haberlerini bizim çidişimiz yoki kötürüşümüz bek tez bołatydy. Mınglarca en akıllık, en çıraylık yigit kızlarımızı yaşlıq baharının en natiban, en güzel çağlarda düşmenin kanlıq insan qelibinden çıkan vahşi zulmü astyda şehit bolup geldi ve boluwatydy hazırmı vatanda. Lekin Xitay bizning erkinlikka bo'lgan ishonchimizni, talpinishimizni, jasoratimizni o'ldirolmaydi deb qarayman. Buning dalillerini sizmi abaytin deb o'tib ketdingiz. Bütün şehitlerimizi məngü yad etdimiz. Ular ölmedi, vatan tuprog'ida hamon erkinlik naqshi yangraydı. Şehitlerimizi unutup qalsak, qalbimiz qurib ketsin. Programımızı içinde ahırlaştıraylı. Gülşen Hanım'a sizge köp rahmet. Ekran aldıdaki sizlerge köp rahmet. Kelep görüşkiç aman bolunlar. Xudaga amanet. Hayır hoş. Sizge köp rahmet. Mehtat Hanım'a bu fırsatı berginiz üçün. Rahmet. Yani görüşemiz. Allah amanet olun. Yani görüşemiz. Hoş. Xudayım. Hoş.